qolmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ukam yaxshimilar? Rahmat, yaxshilar. Adan jo'natib yubordilar meni. Arendani puli bor ekan, hali bermabsiz. Kechki qopimning ham puli bor ekan. Men kech payt kelib olib ketaman pullarni. Agar bera olmaydigan bo'lsa, joy bo'shatib qo'ying. Hop. Hop aka. O'rta, bom tugatib keldim. Nima kayfiyating yo'q, o'rta? Arendasi bilan hali kelishi kerak. O'shanga ham pul berib yuborishim kerak. Qayerdan pul topishmayapman. Telefonim. Siqilma, xudo xolasa bo'ladi. Siqilma, o'rta. Sen bunga siqilma, hal qilamiz. O'rta, yur. Hammani yo'qotib keldim. Ertaga yana ko'proq sotib kelaman, xudo xolasa. O'rta, Iya, assalomu alaykum. bo'ldi mana. Yaxshimisan, O'rta, mana shu 10 million arendaga pul deganga topib keldim, o'rta. O'rta, o'zi puling yo'q edi, nima qilding? So'rama, sen ishing bitsa bo'ldi, o'rta. Kemanni xamirni Yo'q, qilsam. nima bo'ldi, o'rta? Qayerdan olding bu pulni? O'g'irladingmi? Qayerdan o'g'irlayman? Telefonni sotdim, o'rta. Sen ishing bitsa bo'ldi. Qani, kel, xamirni qaraylik. Tezroq yopaylik, hozir non yetkazib berishimiz kerak. Kel, o'rta. O'rta, rahmat. Rahmat, o'rta. Rahmat, o'rta. Hali zo'r ketdi. To'g'ri aytasan. Gapingni o'ylab qarasam, haqiqatan to'g'ri gapirayotgan ekansan. Lekin bitta narsani esingdan chiqazmagin. Men nolli paytimda mana shu bola menga oyoqqa turg'izib, bundan battar ahvolda yurgan paytimda yordam bergan. Senga qarasam, bilasanmi, zino esimga kelyapti. Unga qarasam, qiyomatni eslatib turadi. Tush mashinadan. Tush. Yaxshi bo'pti. Mashina boshingda qolsin. Tinchlikmi? Men deb bo'lsa, o'zim ketardim. Nima kelim bilan urishib qoldingmi, o'rta? Kelin emas, o'rta. Ko'chadagi bitta siqirtdi. Prosta etayotgan O'rta, o'zim yetib olardim. o'rta, Mana deb urishmalaring. Ketdi, o'rta, yo'q. Alloh aytibdiki, meni jalolim ila meni ulug'ligim bilan bir-biriga muhabbat qilganlar bo'lsa, ularga u dunyoda nurdan bo'lgan minbar bor. Hatto shu darajada ekanki, nabiylar va shahidlar ularga havas qilar ekan. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'rgan do'stingiz bormi? Aziz birodar, unday bo'lsa sizga qiyomatda nurdan bo'lgan minbar muborak bo'lsin.